Onalar ham yig'laydi, bilasizlarmi? Shunday bir kun o'tiradi, sajdaga shunday boshini qo'yadi-da, yoki prosta sajdaga boshini qo'yish ham shart emas. Prosta bolam meni bugun ko'nglimni og'ritdi deb shunday Allohga aytib beradi, tugaysizlar o'sha kun. Tugaymiz. Prosta tugaymiz. Ko'chada urush qilyapsiz, onangizga kelib baqiryapsiz. Kimsiz? Ishoninglar, sizlarning yoshlaringizdagi bolalar ota-onasi sizlardan qo'rqadi, bilasizlarmi? Sizlarga ochiqchasi gapira olmaydilar, bilasizlarmi? Nima uchun? Baqirib tashlaysizlar. Ko'zlaring suzib ketasizlarmi? Insonlar, ona-u. Sizlar mana shunchagina bo'lganlaringizda, shunday bir joylaringiz og'riganda yig'laganda, isitmangiz chiqqan yoki yiqilib tushgansiz, qeringiz qonagan, shunga u o'tirib yig'lagan siz bilan qo'shilib. Men ona bo'lib shuni bilyapman-da. Lekin sizlar qalbiga ozor berishdan qo'rqmayapsizlar. Tushunyapsizlarmi farqni? Bizda fiziki zararga onamiz kelib yig'layapti. Biz esa qalbini og'rityapmiz, ko'chaga chiqib ketamiz jo'ramiz bilan, dugonamiz bilan, hech narsani his qilmasdan.